Tilla olsizlarmi aka? Aka, men bilan bitta hisoblab bersangiz. Ertalab istoriyalarni ko'rdim, 920 mingdan o'tgan ekansizlarmi? Ertalab qo'limiz istoriyamiz. Ha. Bu pullaringiz o'z hammasi 583, 585 ekan, narxi bir xil bo'ladi. Ertalab necha pul qo'yganingiz? 920 edi. Hozir qishgan. Yo'q, qancha bo'ldi aka? Ertalab 10 da qo'ygandik mana soat. O'sha bo'tdi, 80 mingga oshdi. Yo'q, 1 milliondanmi? 1 milliondan, mana 15 Gap million yo'q. 500. Gap yo'q aka, vaqti deganman-da o'zi ham. Keyin aka, kumush ham olasizlar, to'g'rimi? Men bitta ozgina kumushim ham bor edi, shuni ham bitta hisoblab bersangiz. 115 million 500 bo'ldi. Kumushni grammi necha puldan aka? Yo'q, 12 mingdan gram. Ha yo'q. Mana hisoblab beravering-chi. 186 ming, 190, 200 ming aka. 15 million 500. 15 million 500, 200 ming. 15 million 200 bo'ldi. Bo'ldi aka, unda sanaversangiz tezroq. Atak вообще vaqti deganman-da. 10 million. Sanab o'tirish shart emas, to'g'rimi aka? 5 million 700 sanaveraman. Mana aka 5 million 700. Xudo olsa bemalol sanavsiz ham bo'ladi. Yo'q, aka, sizlarga ishonaman. Rahmat, sog' bo'ling, charchamaylik.